Assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugungi Qurbon hayiti bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim barcha musulmon xalqini tabriklayman. Men barcha eshitib o'tirganlarni hammasini bugungi kun bilan tabriklayman. Bugungi bizning haqiqiy bayramimiz musulmon bayrami bilan, Qurbon hayiti bilan hammani tabriklayman. Uylariga fayz, baraka, ne'mat ziyoda Allohim barcha orzu niyatlarini amalga oshirsin. Bugungi qiladigan duolarimiz barchasi Allohim qabul qilsin. Hammamizni duolarimizni. Hammamizga tavfiyat bersin, ofiyat bersin. Allohim mehribon barcha insonlarni mushkulotlarini oson qilsin. Hammalaringizni tabriklayman bugungi kun bilan. Men ko'rsatadiganim bugun dratsena gulim. Dratsena gulimni bir yillik chirinkasi bu. 1 yillik chirinkan bu dratsena. 1 yildan bo'lsa rezultati zo'r deyolmayman sizlarga. Suvi namligi bor, lekin suv solishim kerak, suv solaman. Yantarni kislota solaman bunga ham kam. To'g'risini aytsam, biz o'rmonga turamiz. Nimaga? Vladivostok o'rmonlaridan biriga turamiz. Necha yil bo'ldi kelganimizga bizdan bu yerga. 7-8 yildan bo'lsa uyga borib kelib ishlaymiz. 1 yilga, 2 yilga bir borib kelamiz. Biz oila bo'lib ishlaymiz. Bu yerga nima ish qilasizlar deganlarga juda ham ko'p bunaqa xonalari, uylari bor. Anaqa xonalar, undan u yog'i ham, bu tarafga ham juda ko'p, bir 10 tami, 15 tami shunaqa uylari bor. Shularga shahardan dam olib ketadi. Xo'jayinim qarovullik qiladilar, administratorlik qiladilar, domlarni qabul qiladilar, topshiradilar, singanlarni pulini oladilar, shunaqa. Men tozalayman keyin. Ketgandan keyin. Bu 1 yillik chirinkan. O'sishini qarang. U temadan bu temaga o'tib ketaveraman. Shunaqa go'zal bo'lgan. Ketib kelish arafamga qancha gullar, boshqalar kelgan payt olib ketgan gullarimni, chirinkanlarimni, dam oluvchilar kelardi-ku, arasidan mana bu yoqqa nechta bor edi, hammasi qo'par olib ketganlar. Mana bunga bir yangilikchasi bor ekan mana. Ana bunisini. Ikkinchi shodachasi ham chiqibdi o'sha. Shoda deyman. Buton nimacha? Mana shunaqa bo'ladi. O'sib chiqadi. Mayli kuchi yetsa o'ssin. Tuprog'ini almashtirishim kerak, tuprog'iga udobrenalar solishim kerak. Tuproqchasini. Shunaqa rezultat keyin. Sizlarga xoya gulimni ham ko'rsatmoqchiman. Xoya gulim ham ochilgan. Buni qarang, uzun bo'lgan. Mana shunaqa uzun bo'ladi bu xoya. Uzun bo'ladi, keyin naqa bargchalar chiqaradi. Bilmaydim nima. Telefonim yaxshi emasmi yoki mana bu gul shodachasini qarang, qancha gullar beradi bu yil. Shunaqangi domga kirsam uyda hidi biram shirin bo'lgan, endi qo'yaverasizlar. Juda ham uyda hidi shirin bo'lgan bu gulni qarang, ochilgan. Shunaqangi chiroyli bo'lib ochilgan, endi bu uyda hidini qarang. Hidi ham bir shirin, rayhon hidi keladimi, nimani hidi keladi bilmadim. Xoya guli juda ham hidi zo'rda, xuddi asalli hidi keladi, svejida. Gullab yotib yana dezgalariga qarang chiqqan. Kesib tashlayman, ba'zan ko'zim qiymaydi, ba'zan kelib mana shularni necha marta olib tashlaganman, mana shularni kelib. Shuni endi chiqarayotgan payt olib tashlaganman. Juda ham tomir, buni garshogini almashtirishim kerak, bir tuprog'ini almashtirishim kerak. Ana ko'p gullarni saqlay olmay tashlabdi ham.
kuchi yetmaganda hammam kuchi yetgancha ishlaydi-ku. Bu 1-2 kunga ochilib beradi nasib etsa. Juda ham chiroyli bo'ladi. Uylarning havosi свежий bo'lib turadi shu xoya guliga. Juda ham necha yil xoyam, shu 6 yil bo'ladimi, juda ham ko'p detkalar qilganman, juda ko'p. Hamma xonalarga qo'yganman. Ana bularni ushlamabdi ham dash. Axir tushib ketyapti qo'limdan. Yerlarga ham tushyapti, mana podagonlik. Ichlariga ham tushgan. Juda ham havosi toza bo'lgan uyda. Juda ham biza nima? Ana shu o'rmonga turamiz, Rossiyaga. Kelib ketib yuramiz, oila ishlaymiz. Bu esa nima? Dekabrist gulim. Dekabrist gulim savollar kelgan. Nima udobrini berasiz? Hech qanaqa udobrini bermayman. Bir yantarni kislota beraman. Nima uchun bunaqa chaman bo'lib, zelyoni bo'lib ochilib turibdi? Nima uchun bunaqa свежий? Nima uchun bunaqa свежий? Joyni yaxshi tanlab bilish kerak. Bu gullagandan keyin mana shu gulladimi? Mana shuni. Mana shuni men har doim kesib tashlayman. Mana buni gulladi. Mana shunisini olib tashlayman. Keyin bu yog'idan yana novdacha chiqarib ketaveradi bu. Shu uchun tez almashtirib turish kerak. Yangilab turish kerak. Ko'p gullar ham shuni xohlaydi, yangilashni, nima? Eski bo'lib o'sib ketaversa gullamaydi, bittasi bor edi gulim. Shunaqa dratsina, dekabrist, shunaqa dekabrist bor. 2 xil sorti bor menga. Dekabristni shu giganti, oddiysidan. U gullamadi, necha yil turdi, gullamadi. Uni joyini almashtirib turish kerak, bo'lga stress berib turish kerak. Sovuq qishlarda eshiklarni ochib qo'yaman, ba'zan bir nima stress olsin deb. Shu uchun gullab beradi bu dekabrist gulim. Chiroyli bo'lib gullaydi keyin. Dekabrga keldim men bu yerga. Ketib oktyabrga ketgandim, dekabrga keldim. Oktyabrga strich qilib ketgandim buni. Dekabrga kelsam butonlar yotibdi-da. Dekabrga kelsam o'sha butonlar yotibdi. Fevralgacha buni guli ham necha kun turadi mana. Mana shu gulga 3 kun 4 kun bo'ldi. 3 kun 4 kun bo'ldi. Mana bularni ham 3 kun 4 kundan keyin qurish boshlaydi. Shu bir hafta 10 kun gullaydi bu gul. Bir hafta 10 kun. Lekin unga gullab bo'lmaydi, hammasi gullab bo'lmaydi. Mana 2 kundan keyin bu ochiladi. 1 kundan keyin bu ochiladi. Yana bir 5 kundan keyin mana bu ochiladi. Mana shunaqa bo'lib ketaveradi-da, tushunyapsizlarmi? Mana bu ham bir 5-10 kun, 15 kundan keyin mana ular ochiladi. Ko'ryaptimi? Ana 15 kundan keyin mana shular ochiladi. Bu degani maydan boshlab iyun oxirigacha bu gullaydi degani. iyul, avgust, o'sha iyullarga strichka qilaman yana. Yana sentyabrdan boshlab yana butonlash boshlaydi. Shunaqa bu gulim. Chiroyli bo'lgan. Ochiladi. Bu bitta chaman bo'lgan. Ko'rinibdimi sizlarga? Juda ham chiroyli bo'lgan. Bu kitayskiy rozani ham tinimsiz qishga gullab berdi. Har kun bitta ikkita gul. O'sha bir oycha damini oldi, o'sha yana butonlashni boshlagan bu ham. Bu ham butonlashni boshlagan yana. Butonlashni boshlagan. Bu ham gullaydi yana. 10 kun, 15 kunga gullayveradi. Dratsena gulim juda ham ko'p chirinka qilganman bundan. Hozir bu xonani o'ziga bitta, lekin kamiga bir 20 ta chirinkam bor. Yana qanchasini olib ketganlar. Mana shu tarafdan hozir ko'rsataman. Ana shu.
Mana shu yerdan kesib ikkita nimasini kesib olganman. Mana ikkitasini kesib olib chirinka qilganman hammasini. U ikkitasini kesganimdan keyin ana bu chiqdi. Men mana bu atroflaridan chiqishini xohlagandim o'zi. Bu chiqishini xohlagandim o'zi. Keyin bu yerdan chiqdi. Pastdan chiqdi mana. Pastdan chiqqandan keyin nima? Bu endi pishishini kutyapman. Bu pishib kelibdi mana baralari. Pishib mana shu yergacha kelgandan keyin men buni kesib tashlayman. Bu ikkita chiqishi kerak yoki 3 ta. Bu ham hozir bir dona chiqib shuncha bo'ldi. Bu 5-6 oyda ichidagi bo'layotgan voqea, hodisalar aytolmayman sizlarga. Buni ham keyin kesib tashlayman. Bu ham 3 talik bo'lib chiroyli bo'lib chiqadi. Xohlayman mana ularni ham kesishni o'zi aslida. Mana buni qarang. Bitta ko'rinyaptimi? Bitta shoxni o'ziga o'sha o'z ko'rsatganimdan juda ham mana kesib tashlaganman. Mana bu tomirda qarang. Xuddi monsterada havoda tomir qilgan bu ham. Shunaqa rezultatlar. Bunga yorug'lik yaxshi bo'lish kerak. Joy yaxshi bo'lish kerak. Quruqlik, namlik joyida bo'lish kerak. Mana barglarini oralari juda ham barglar oralari katta bo'lgandi. Ketgan paytim yaxshi joyga qo'ymaganlar. Keyin kelgandan keyin yaxshiroq joy tanlab qo'yganim uchun ana joyga ham bog'liqda ratsionaniki. E'tibor berish kerak. Yorug'likni yaxshi ko'radi bu ham. Ko'p oftobni yoqtirmaydi, tikka quyoshni yoqtirmaydi, lekin xohlaydi quyoshni, lekin juda ham ko'p emas. Ana juda ham oralari juda yaqin bo'lgan. Lekin bu tarafni ko'ring. Juda ham chiroyli bo'ladi. Mana shu darajada bo'lib shuncha barglari ham uzun bo'ladi. Keyin buni barglari ham shunday chiroyli uzun yaltillab keng bo'lib turadi, zelyonni bo'lib turadi. Shunaqa ratsional gulim haqida ma'lumotlarim. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Xayrli kun hammaga.